Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Mana yana bir obyektimiz bitdi. Bu obyektimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanida. Bu uyimizga sariqa shokolad palasa qilib berdik. Bu palasa ishlarimiz hozirgi vaqtda 90 mingdan kvadrati. Faqat plitkaning o'zining narxi bu. So'qillarimiz ham xuddi shunday 70 ming kvadrati plitkaning o'zining narxi. Ustalarimiz hozirgi vaqtda 45 ming, 50 ming uyning holatiga qarab qilyapti. Mana bu liniyalari qanday turishlari. Uyimizni eski holat rasmlari ham bor. Xudo xolasa eski holat video rasmlarini tashlaymiz. Qanday o'zgarish bo'lganligini Xudo xolasa o'zlaringiz baho berasizlar. Agar sizlarga qilgan ishlarimiz yoqsa, like, podpiskani bosingizlar. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilib zakaz bersalaringiz bo'ladi.